ilmi sıfatlardan bo'lsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sıfatları, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem lige, yumuşaklığı, aşıdan ders alış degan söz. Yani hamma ustoz kulliga, hamma olama, hamma ilmli ustoz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'lar bilan aşılan bayonda qilinadi albatta. Shu xonimlik insoniyatda baribir dag'allik bilan xonimlik bor-da endi. Endi o'shani o'zimiz aqlimiz yetganicha dag'allik nima-yu, xonimlik nima-yu, shuni bir tushuntirib o'zimiz uchun qo'yaylik. Tushganimizcha dag'allik endi bu insonning yuragidagi bo'ladigan bir qattiqlikdan paydo bo'ladi. Qattiqlik, dag'allikdan paydo bo'ladi. U ko'pincha qalbdagi dag'allik bu johillikdan kelib chiqadi. U dag'allik asosi manbai Xudoni tanimaslikdan kelib chiqadi. Asosi manbai odamlarda bir kamchilikni ko'rishdan paydo bo'ladi. Mana bu ayb bor. Sen menga yoqmayapti. Sen basharang yoqmayapti deydigan gaplar qo'yamiz bizlar. Dag'allik shunaqa bir qandaydir qo'pollikdan, nodonlikdan, xalqda, elda, yurtda bir ayblarni ko'rishlikdan paydo bo'ladi. Dag'alliklar. Biz so'pilikda nimamiz bor? Hamma yaxshi, men yomon. Hamma bug'doy mon-samon degan boyagi so'zimizda. Demak bu bizlar Alloh taborak taoloning jamolini ko'rib turishlikda targ'ib qilganimizdek o'sha hamma narsada Allohning jamolini ko'ramizda. Allohning jamoli dunyoda ayon, dunyoda ko'rinib turadi boyagi mehr, muhabbat degan so'zni o'zi ham bir Allohning jamoli. Shuni dag'alliklarimiz bu boyagi qahrdan kelib chiqadi. Bu boyagi odam bolasidagi bo'layotgan shaytonlarga nisbatan ishlatadigan Xudoning bir nimalari, qahrlari bo'ladi. Uni jazolash uchun boyagi xalqimizni ichida mana shu yaxshilik, yomonlik degan narsa doimo ishtirok qilib yurishligi. Bizda ana shunaqa sifatlarning boyagi mehr, muhabbat sifati, odamlarda boyagi aybi nuqsonni ko'rishlik sifatlari emas. Sen undaq qilasan, sen bundaq qilasan deb boyagi nima qilishimiz. Bu narsa hamma narsa siyosatda ham ko'rinadi. Masalan, siyosatda ham odamlarni qamalishi, sudlashi, odamlarga bir tuhmatga bir balolar yog'dirilishi, odamlarga mehr, muhabbat qilib boyagi do'stlarga yaxshilik qilishi. Bularning hammasi dunyoda mana shu mamlakatlar aro bo'layotgan, bo'lmasa mamlakatda bo'layotgan hamma ish choralarimiz, hamma ishimiz, hammasi harakatlarimiz, to maydasidan boshlab to siyosiy harakatlargacha bo'layotgan hammasi bu narsalarda shu Allohning jamolini ko'rishlik. Hamma narsa. Shu dunyo Allohning jamolining ko'rinishini moddiy holatdagi ko'rinishlar deb tushunamiz. Hamma jamolni ko'ramiz. 99 jamollarning hammasini ko'rib, o'shaning ichida ishtirok qilib beramiz. O'sha o'zi mana shu dunyoda bo'layotgan hamma shu Allohning 99 jamolining ishida ishtirokida qilyapmiz degan so'zimizning o'zi shu Alloh taborak taoloning hammamiz ishimizda, hamma muomalamizda Alloh taborak taoloning mehr, muhabbati, ishi ishtirok qilayotganligini belgisi.